Bizada hamma hujjatlar mavjud. Shu talab bo'yicha vazirlik talabi bo'yicha hamma hujjatlarimiz mavjud. Birinchi o'rinda ishchilarni ishga olinganlik to'g'risida prikazlar. Bu nimaga kerak? Mana ko'p bog'chalardan kelishadi. Masalan, men bog'chada ishlaganman. Qaysi bog'chada ishlagansiz? Men bog'chada ishlaganman. Qani o'sha masalan Maygo'da chiqmayapti. Ularni shu ishga olingani, ishdan bo'shatilgani nimaga? Chunki ularni ishga ham olishmagan, ishdan ham bo'shatishmagan. Demak, o'tda hujjat yurg'izilmagan. Bizga nima foydasi bor? Bu ishchilarning hujjati borligini, demak, prikazi chiqqan shu ishga olinganlik to'g'risida. Hozir har xil vaziyatlar bo'lyapti bog'chalarda. Demak, hozir internet tarmoqlarini agar kuzatishayotgan bo'lsa, bolaga baqirish, urishish, qo'rqitish, qamab qo'yish yoki kaltaklash, shunaqa narsalar kelib chiqyapti, achinarli narsalar. Demak, bunda biz nima qila olamiz? Demak, bitta ishchimiz shunaqa bir xatoga yo'l qo'ydi, misol uchun bolaga baqirdi yoki do'q urdi yoki siltaladi yoki urdi bolani. Men nima qilaman? Bu ishchini ishdan bo'shatishim kerak, chora ko'rishim kerak. Bu ishchini men qonun doirasida bo'shataman, ishdan qonun doirasida statya bilan bo'shataman. Statya bilan bo'shataman, shunaqa narsa qildi, men shu ishchini bo'shatdim deyman. Bu nimaga kerak? U boradi, ertaga boshqa joyda o'z ish faoliyatini davom ettiradi. Davom ettirgani borganda Maygovda chiqadi. Misol uchun, bu shu statya bilan bo'shatilgan. Bu ishchidir. Ular menga so'rovnoma jo'natadi. So'rovnoma u rahbar, ish beruvchi menga jo'natadi. Siz nimaga bu ishchini mana bizga ishga keldi? Elektron tarzda keladi menga. Nimaga ishdan bo'shatgan edingiz? Nima bo'ldi? Ular mendan xarakteristika so'raydi. Nimaga bo'shatilgani to'g'risida. Demak, bu qanaqadir qat'iy chora bo'lishi mumkin, lekin bunaqa xatolarga yo'l qo'ygan, misol uchun pedagoglar yoki pedagog yordamchilari boshqa bu sohada ishlashga layoqatli emas. Undan ko'ra o'ziga shu asab tizimlari, misol uchun xohlagan paytda baqiradigan, o'zini xarakterini ko'rsatadigan boshqa joyda ishlashi mumkin, lekin ta'lim sohasida emas.